Qizlarjonlar, endi sizlarga yoshartiruvchi, ya'ni botoks effekt beruvchi maska tayyorlashni o'rgataman. Tak, bizga buning uchun kaolin kerak bo'ladi, ya'ni aynan голубая glina kerak bo'ladi. Mana, голубая glina bo'lishi shart, chunki голубая glina yuzni quritmaydi. 1 choy qoshiq голубая glina solamiz. Ikkinchi masallig'imiz bu овсянка, ya'ni suli yormasi kerak bo'ladi. 1 choy qoshiqda. Endi bizga tonik kerak bo'ladi, ya'ni yuzni namlantiruvchi va ajinlarni yoyuvchi tonik. Massamizga solib aralashtirib olamiz. Massamizni yaxshilab aralashtiramiz. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Endi massamizga kastorovое масло qo'shamiz. Kana kunjut yog'i. Yarim choy qoshiqda. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Massamiz bir xil massaga kelishi kerak. Bu maskamizni yuvilgan, artilgan yuzimizga 15 daqiqaga surib qo'yamiz. Haftada 2 marta 3 oy davomida ishlatilsa, yuz tortilib, mimik ajinlar ham hattoki yoyiladi. Maskadan keyin albatta yuz terisiga mos krem yoki sivrotkalar surib olish shart.